Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar do'stlarim, hurmatli birodarlarim, sizlarga o'qiydigan she'rimiz Qur'oni. Ustozimni ko'ngli to'lguncha har oyatni o'qiyman takror. Har bir bugun 40 ming tuguncha yod olaman termilib zor. Ko'nglim obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Vaqtim olar gaplardan qochdim, bo'sh qolsam tez Qur'onim ochdim. Suralari ayrilmas do'st yor, nega kerak so'zparast dildor. Ko'nglim obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Dil qulfim ochganim Rob Alloh, o'ziga shukr, alhamdulillah. Suyanganim yolg'iz birubor, bo'lmaydirman inshaalloh xor. Ko'nglim obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Birodarim, o'qiylik Qur'on, orom olar hastalangan jon. Ming bir dardning shifosi Qur'on, tan sihatlik havosi Qur'on. Ko'ngil obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Ishimizni ilgari qilgan Rob iymonli bandasin suygan. Jannat, do'zax va'dasi abad, Qur'ondadir har bir ogoh xat. Ko'ngil obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Ustozimning qiroati xush, yuguramiz bahor yoz kuz qish. Bundan ortiq bor qandayin baxt, bundan ortiq bormi nurli vaqt. Ko'ngil obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. Allohga shukr, behisob shukr, berib qo'ygan qo'lga Qur'onim. Kitob yo'li, nur yo'lin bilmay, foydasizdir kezmoq jahonni. Ko'ngil abadligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ko'ngil obodligi Qur'onim, baxtim abadligi Qur'onim.